Assalomu alaykum. Hurmatli akalar, qo'ylarga nima yem berasizlar deb so'ragan ekansizlar. Mana ertalabga bir mahalga mana bunday qilib bug'doyni pishirib beramiz. Shu bitta qozondagi bug'doy 20 kilo. Bu pishganda 40 kiloga yaqin bo'ladi. Bunga yana 5 kilo kepak qo'shamiz. Hozirgi kundagi bozordagi narxi 3600 so'm. 5 kilo kepak ham 90 ming so'm bo'lib qolibdi. 3600 dan to'g'ri kelsa 25 kilo ertalabga o'sha 55-60 ga yaqin qo'yga yetadi. Buni to'yib yeydi. Juda ko'payib ketadi, bu hali tayyor bo'lgani yo'q. Xo'p, 25 kilosini hisoblaganimizda 90 ming so'm pul bo'ladi. Endi mana 50 ta 60 ta qo'yga o'zlarim bo'lib olaverasizlar, nech puldan. Bu ertalabki bir mahali. Kun bo'yi bir mahal bundan keyin mosh poya bilan bitta mosh poya, yarimta somon drabilkadan chiqarilgan holatda beramiz. Shu bilan qo'ylarimiz kechgacha yotadi, qimirlamasdan.